Bovam aytqan hikmetler. Nefsinge kul bolma. Avazda Gunçem Rozi. Burunqı zamanda bir yurtda Tursun isimlik bir qo'ychi o'tgan bo'lib, u shu yurtdagi Mahmud isimlik bir zalim bayning qo'yini baqidi ekan. Tursun shu yurtdagi bir kambag'alning Almixon isimlik qizini yaxshi ko'rdi ekan. Almixon chiroyli, ishchan qiz ekan. U har kuni Tursun qo'y baqqan joyga berib, uningga qarshib berdi ekan. Bir kuni ular mundaq maslahatlashibdi. Tursun boshqa shaharga berib, pul tepib kelib, andin ikkisi to'y qilmoqchi bo'libdi. Tursun ertasi sahar safarga chiqibdi. Mahmud boy Tursunning ketganligini anglab, Almixonga elchi avatibdi. Almixonning dadasi buningga qo'shilmabdi. Tursun bir kuni bir cho'l bayavanda ketib olsa, oldidan oppoq soqolliq, g'asi tayangan bir kishi chiqib ketdi va uningdan bir oz non berishini so'rabdi. Tursun buvayga bir non beribdi. Buvay nonni yeb bo'lib yana so'raganken, yenidagi nonning hammasini berib etibdi. Buvay nonni yeb bo'lib, uningdan suv akilib berishni so'raganken, Tursun buvayning cho'ginini elib, suvning jiraqligiga qaramay bir cho'gin suv akilib beribdi. Buvay suvni ichib bo'lib, yana akilib berishini so'raganken, u erinmay yana mengibdi. Buvay endi uni to'xtatib, "Balam, bo'ldi, akelma. Agar bir narsa lozim bo'lsa, mushu cho'ginga qayna cho'gin, qayna desang, so'ragan narsangni beradi" debdi-da, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Tursun rahmat aytib, yurtiga qaytib ketibdi. U cho'gindan bir ketman, bir harva so'rabdi. Xosiyatli cho'gin Tursunning so'rag'anlarini beribdi. Uning xosiyatli cho'gin ib kelganligini ko'rgan boy cho'ginni ko'k etiga tegishmoqchi bo'ldi. Boy cho'ginni o'zining ko'k etiga majburiy tegishib, uyga qaytib ketdi-da, ishik tunglikni mahkam etib, cho'gindan oltin kumush so'rabdi. Shu an cho'ginning ichidan bir to'p hari chiqib, boyni chiqib o'ltiribdi. Shunday qilib, cho'gin yana Tursunga qatdi. Tursun cho'ginni el jamoat uchun ishlatibdi. Keyin rasa pul tepib, Almixon bilan baxtli turmush kechiribdi. Hikmat. Kishining nafsi shundoq dahshatki, u birla qahrinadigan bo'lsa, asli vaslini yo'qtidi. Mubada sen o'z nafsingni ko'zlab, birovga e'tiborsiz qarasang, g'aflat qilasan. Shunga nafsingning kayni kirma. Uning quli bo'lib qolma. Agar nafsingning quli bo'lib qoldi ekansan, hayot nishoningdan umidingni uz.